kelgandan keyin ko'p bolajonlarni teri qurishi boshlaydi. O'shanga men sizlarga hozir do'konimizdagi hamma assortimentlarni ko'rsatib tanishtirib o'taman. Bu bizda Buyukxin bor, Sonex, Mushi brendidan, eng premium hisoblanadigan Mustela brendidan, Hip va Chico brendlarimizdan uходовый kosmetikalarimiz bor. Agar bolalarning teri juda ham чувствительный bo'lsa, tez quriydigan bo'lsa, sizlarga Mustela Stella Tope liniyasidan foydalanishinglarni maslahat berardim yoki чувствительный ko'jalar uchun chiqazilgan liniyasidan foydalansanglar bo'ladi. Va albatta cho'milgandan keyin mana shunaqa maxsus losyonlardan foydalansanglar bo'ladi. Hip losyoni va balzami bor. Bularning farqi balzamining sostavida pantenol ham bo'ladi. Agar bolaning terisi toshmalar toshishga moyilligi bo'lsa, обязательно mana shunisidan foydalansanglar bo'ladi. Va xuddi shunaqa Chico brendida ham losyonlari bor. Keyin bolani cho'miltirishga bo'lsa, обязательно mana shunaqa именно детский gubkalardan foydalanishinglarni maslahat beraman. Buni qulaylik tarafi mana shu joyidan qo'linglarni kirgizib olib, bemalol bolani cho'miltirsanglar bo'ladi. Bunisi bo'lsa tabiiy machalka hisoblanadi. Xuddi shunaqa Buyukxindan ham hamma naborimiz bor. Bunisi Dvavarnom gel для душ va shampun bo'ladi. Bolani tinchlantirish xususiyatiga ega. Shampuni, молочкоsi, yog'i masaj uchun. Bu bo'lsa shampuni именно boshidagi qazmosi bor bolalarga juda ham yaxshi ta'sir qiladi. Qazmosini yaxshi ketkazib beradi. Xullas ko'rib turganingizdek hamma assortimentlar bor. Agar nimadir kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar, dostavka qilib beramiz yoki kelib do'kondan o'zingiz olib ketishingiz mumkin.